Assalomu alaykum. Tatlı qarindoshlar, mana ma'vo mening o'yimcha 11-13 asr Qaraxoniy davlatida chiqqan pul ma'vo. Men bunday pulni qo'limda tutgan 23 yosh vaqtimda Qirg'izistonda bir yerdan Ko'lg'an yashadan chiqqan. O'ng tarafdan o'qisang Uyg'uriston Cumhuriyet Qashqariye Dijumu bilimde biz qatdı. O'ttirdikini o'qamadim. Mana bu misli yasalgan, oliy sort misli yasalgan. Ben yosh vaqtimda Qirg'izistonning hozirgi Qorabalt shahrida cho'ng bo'ldim. Ashada bir yani üzümlikni qazganda ashadan yo'g'on komzakda 3 komzak mushtaq pul chiqqan. Uni o'rislar milislarni kirib, o'rislar bulab uni men ostiga kirib bulab bir o'chim ivalgandi. Oltin kedib uyga akilib buni tozalasak mushtaq Uyg'urcha mushtaq xatlar chiqqan. Oqishda la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb yoziqliq. Mushu git naq mushu. Ben bu oltin kedib kizgi sürtib tozalab qilsam bu misken bu. Bunu keyin gizda yozgan. Mening demoqchi bo'lganim Turkiyadagi qarindoshlar Sharqiy Turkiston, Sharqiy Turkiston Türk deb ikki yig'iz so'zga aytib o'zimiz dushman debqicha Uyg'uriston bo'lmagan degan dutlarga mana Uyg'uriston degan puli chiqqan. Mustaq mamlakat bo'lgan deb tushundirgan odam yo'q o'xshaydi.